Poldan bo'lsa ham o'ylaganimdek yiqilib tushmayapti. Oyoq kiyimi suv poyabzaliga o'xshamaydi. Pakko bilan urushganimda masofani ushlay olgandim. Lekin Tayxun barcha harakatlarimni oldindan bilyapti. O'sha voqeadan keyin Tayxunni Pakko bilan solishtirib bo'lmaydi. Uni oyoqlariga e'tibor beringlar. oyoq harakati qanchalik muhimligini tushunib yetdim. Avvaliga uni oyog'i sirpanib ketayotgandek ko'rinsa ham, lekin tanasini mahorat bilan boshqarib o'zini o'ylab oldi. Professional jangchi, baribir boshqa daraja. Uni nima? Faqat oyoqqa ishlagan deb o'ylaganmiding? U hobbingga yaqinlashish uchun mahorat bilan harakatlanyapti. Bunday harakatlarni amalga oshirish uchun professional bo'lish kerak. U bekorga chempion bo'lmagan ekan. Tushunyapsizlarmi? Qochib ham ketolmayman. Lekin nimadir qilish kerak. Boldirga zarba!